Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli qadrdon obunachilar va yangi qo'shilgan obunachilar va bizni kuzatayotgan yurtdoshlar. Abrornoma tahlil kanali doktor nima doktor bilmadim, lekin doktor Abror Muxtor Ali hafizahullohu rahimahullohu pirimiz janobimiz vechniy haq bo'lmish zoti muborakning suhbatlari asnosida kechayotgan ba'zi bir jumlalar, ba'zi bir qarashlarini biz tahlil qilish ma'nosida bu kanalni ochgan edik. Va bizning maqsadimiz kimningdir obro'siga yoki hurmatiga tajovuz qilish, uni obro'sizlantirish, unga nisbatan haqorat ma'nosida emas. Bizning ishimiz faqatgina tahlil va tabiiy reaksiyani ifoda qilish xolos. Demak, ijtimoiy tarmoqqa 3 kun avval janobimiz vechniy haq bo'lmish doktor Abror Muxtor Ali hafizahullohu rahimahulloh joylagan yangi videoni tahlil qilamiz. U videoda qisqacha aytib o'taman. Janobimiz vechniy haq muborak, zoti muborak, avliyoyi zamon o'zlarining Telegram guruhlarida guruh a'zolari o'sha o'zlarining qo'shtirnoq ichidagi murid va shogirdlariga, tolibi ilmlariga bugungi kunda ya'ni Gulirana opa bilan bog'liq bo'lgan keskin muhokamaga sabab bo'lgan hodisa yuzasidan yakuniy go'yoki xulosa o'rnida bir qancha gaplarni aytib o'tibdilar. 5 daqiqadan ziyodroq bo'lgan suhbat bu suhbatda asosan emas, boshidan oxirigacha janobimiz vechniy haq hazratlari gaplari qo'yilgan. U yerda jamoat faollari Gulirana opa va Abror Muxtor Ali hafizahullohu rahimahullohning suratlari joylangan u videoning ustiga va go'yoki bu yerda ba'zi bir meni e'tiborimni tortgan jihatlar bo'lgani uchun o'ta psixologический temniy nuqtalar bo'lgani uchun men qiziqib qoldim bu videoga. O'ta muhim sirlarni, o'ta muhim xarakterlarni fosh qilib berishi mumkin bu tahlilimiz va ko'pchilikka ma'lum aslida ham yangilik bo'lmasligi ham mumkin, oddiy narsalar bo'lishi ham mumkin, lekin janobimizga bu sezilmayotgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni ti начальник я дурак, я начальник ти дурак pozitsiyasida go'yoki harakatlanishga o'xshagan ma'no kasb etganday bo'ldi. Bu tahlil albatta, bu tahlil. Hech kimni obro'siga tajovuz qilish emas. Xo'p, demak suhbatni boshlaymiz va sekin-sekin qisqa tahlil qilishda davom etamiz. Shu yerda bir narsani aytib ketay. Bu gap oxirgi bir 10 kunda, 15 kunda bo'layotgan ijtimoiy tarmoqlardagi bahslarda bizni gapimizga quloq solib, eshitib, natijasini, samarasini ko'rib yurgan bir qancha do'stlarim. Demak, bizni oxirgi bo'layotgan hodisalarda 10-15 kundan beri bo'layotgan, ya'ni Gulirana opa bilan bog'liq, blogerlar bilan bog'liq masalalarda bizni gapimizni eshitib, gapimizga quloq solib, natijasini ko'rayotgan bir qancha do'stlarimiz, demak, Mavlono pirimizdan gaplaridan xulosa chiqargan. O'zini kallasi yo'q. Bu zoti muborakning kallalaridan chiqqan fikrlardan xulosa chiqargan bir qancha do'stlari, muridlari, xo'p, bizga qarshi tuhmat qilayotgan jamoalarni deganda ismlari zikr etilmagan, lekin suratlari qo'yilib kim haqida gap ketayotgani aniq bo'lib turibdi. Bizga qarshi tuhmat qilayotgan jamoalarni, ular kim? Otabek Jo'rayev, yana Jahongir To'laganov,
Sirojiddin Media kabi jamoat faollarini tuhmat qilganlikda iddao qilmoqdalar. Ammo ular tuhmat qilishganmidi degan savolni qo'yib, qisqa javobni berib ketamiz. Javob shu, ya'ni o'zimizning tahliliy yondashuvimizdan va xalqning vijdonidan kelib chiqadi. U jamoa va Gulira'no opa tuhmat qilmagan edi degan biz tahlilni qildik. Chunki ular aytishdiki, siz meni fohisha deyapsiz va Gulira'no opani fohisha deyapsiz degan da'voni jamoat faollari, Gulira'no opa esa meni fohisha deyapsiz degan ma'noni janobimiz vechniy haq bo'lmish Abror Muxtor Ali hafizahullohning lafzlaridan tutishgan edi. Shu ma'noni chiqarishgan edi va biz ham xalqning ko'p qismi ham shunday fikrga kelganini ko'rdik. So'z kim haqida, suhbat kim haqida ketayotgani aniq bo'lib turgani uchun, demak, fohisha dedi degan go'yoki bir tahlilni qilgan edik biz ham. Ya'ni janobimiz to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham qanaqadir popuv kamputni qog'oziga o'rab fohisha degandek bo'lib tuyulgan edi. Yoki endi biz tuyulgan edi deyotganimiz sababi ham tuhmat kompaniyasiga degan nomni ilakishtirib olmaslik uchun biz ham sayozroq, sokinroq, vazminroq ohangda so'zlar bilan aytyapmiz. Aslida nimaligi ma'lum bo'lgan. Xo'p, shu kishilar, ya'ni bir qancha do'stlari janobimizga davom etamiz. Tarixini titkilashga o'tib ketib qolishdi. Tarixini, o'sha jamoalarni tarixini titkilashga o'tib ketib qolishdi. Endi bir xalqda maqol bor, mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi deydi. Keyin ustozidan o'tmagan shogird emas deydi. Endi bu ham bir tahliliy yondashuv, mulohaza o'rnida qabul qilinadi. Gapning mohiyati, ibora va maqollarning mohiyati qaysi tarafga yo'naltirilgani payqalgan bo'lsa kerak. Demak, mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi va ustozidan o'tmagan shogird emas. Xo'p, Menga tashashadi, masalan, Otabek Jo'rayevni bolasini unga nisbatan o'ta nafrat bilan gapirganini. Menga tashashadi, masalan, Otabek Jo'rayevni bolasi unga o'ta nafrat bilan gapirganini. Xo'p, sizga tashashadi, lekin bizga tashashmagan. Nimaga bizga qo'yib beryapsiz buni? Bizga nima qizig'i bor uni? Xo'p, Oldingi xotinini buni haqidagi yomon gaplarini. Oldingi xotinini buni haqidagi yomon gaplarini. Bizga nima qizig'i bor yoki u auditoriyangizga nima qizig'i bor? Xo'p, bu yerda bir gap bor. Nima, kelinim sen gapiraman, o'g'lim sen eshitma. Shunga o'xshagan bir ajoyib maqol bor edi. Xo'p, Tashashyapti mana Sirojiddinning o'g'lini, bir yosh bolani tepib jog'ini sindirib qo'yganini. Sirojiddinning o'g'lini, yosh bolani tepib jag'ini sindirib qo'yganini. Xo'p, ikkinchi ma'lumot fosh etilmoqda. Xo'p, lekin fosh etuvchi qiyofasida emas, boshqacha obrazda fosh etilmoqda baribir. Xo'p, Endi bundan ba'zi birodarlar o'ylaydiki, mana shu bilan mana domlaga man tarafman, mana bularning ahvolini qarang degisi keladi. Bundan bir muridlar o'ylaydiki, ya'ni armiyadagi, qo'shtirnoq ichidagi armiyadagi muridlar mana pirimiz, amirimizga men sodiqman degan fikrda bu narsalarni domlaga yuborib, endi o'zini sadoqatli ko'rsatmoqchi bo'ladi. Xo'p, Men o'sha Abror Muxtor Ali degan gruppalarda, kanallarda tarqatishganda yozdim o'sha yerda. Bunga o'xshagan narsalarni tarqatmanglar. Men bunga qarshiman. Bunga o'xshagan narsalarni tarqatmanglar. Men bunga qarshiman. Tarqatib bo'ldingiz-ku, mana sizdan eshityapmiz. Mana hozir sizdan eshityapmiz. Janobim Otabek Jo'rayevning o'g'li, ayoli
Hop, o'zi aslida ham siz aralashganingizdan keyin internet tarmog'iga chiqib ketdi bu narsalar. Sizni demak shu yerda bilsak bo'ladi, katta ehtimol bilan hali boshqa dalil hujjat yo'q, lekin ehtimoliy eng katta variant sizni muridlaringiz tomonidan ijtimoiy tarmoqqa joylangan bo'lishi mumkin degan tahlilni qilishimiz mumkin. Demak, Otabek Jo'rayevning oilasiga borib, uning ya'ni eski sobiq turmush o'rtoqlariga borib bir qancha ma'lumotlar olish va hokazolar. Shunga o'xshagan narsalar tarqaldi-ku, siz aralashuvingizdan keyin bo'ldi. Bu albatta tahlil. Bilasda problema bo'lgan bo'lsa, muammo bo'lgan bo'lsa o'zi biladi. Muammo bo'lgan bo'lsa o'zi biladi. Voy. Hop. Mavzuyimiz bularning oilasi, bularning tarixini titkilash emas. Mavzuyimiz bularning oilasi, bularning tarixini titkilash emas. Ha. Mavzu nima edi? Har kimda xato bor. Har kimda xato bor. Menda ham bor. Har kimning o'zini mas'uliyati, javobgarligi bor. Birortasiga ruxsat bermaganman. Demak, ruxsat beruvchi yoki ruxsat bermovchi. Kim bu? Endi amirmi, qo'mondonmi, kapitanmi, kim? Xo'p. O'zimni Instagramimda ham, boshqa joyda ham bu narsalarni tasdiqlagan joyim yo'q. Bay. Xo'p. Ular qilyapti-ku deyishadi. Ular qiladi, siz ular bilan teng bo'lasizmi? Ular qilyapti-ku deyishadi. Ular qiladi, siz ular bilan teng bo'lasizmi? Ular kim o'zi? Ular so'zini o'rniga bizlar qo'yib qo'ysa, bizlar qilamiz, lekin ular bizlar bilan teng bo'lmasligi mumkin degan so'zni qo'ysa ham bo'ladi. Endi bu yerda ular so'zi ishlatilmoqda. Demak, biza janobimiz ular dedilarmi? Tamom, ular. Hop, ular qiladi. Janobimiz qilmaydilar. Ular qiladi, ular. Hop. Bir xil bo'lasiz. Kim bizga muxolif bo'ladi, boshqami? Menga bir qancha anaqalar telefonlar bo'ldi. Masalan, Rasul Kusherbayevning men nechinchi ham ayoliman. Bay. Ana Rasul Kusherbayev ham qolib ketmas ekanlar-da. Masalan, menga Rasul Kusherbayevning men nechinchi ham ayoliman deb Rasul Kusherbayevni ham o'sha bir xotinboz fonida gavdalantirib, go'yoki tahlil ma'nosida albatta. Hop, endi bu yog'iga sizga anaqam bor. Bu haqida narsani ochaman, basharasini deb. Voy, bir narsani ochaman, sizga anaqam bor. Uni basharasini ochaman. Voy. Biz bilmovdik, ana siz tufayli bilib oldik. Lekin siz fosh qilmaydigan, sharmanda qilmaydigan, birovni shaxsiy hayotini ommaga olib chiqmaydigan shaxs bir beg'ubor insondek tuyulayapsiz albatta bizga. Xo'p. Avvalo yo'q, kerak emas dedim. Voy, siz kerak emas dedingiz. Albatta, xo'p. Menga chiqib turib o'zi haqida ma'lumot bergan taqdirda ham men uni olib chiqib Rasul Kusherbayevning oilasi shunaqa ekan deb tarqatmayman. Voy. Menga bir o'zi olib chiqib ma'lumot bergan taqdirda Rasul Kusherbayevning oilasi mana shunaqa ekan deb gap tarqatmaymanmi yoki gap tarqatib bo'ldimmi? Gap tarqatmaymanmi yoki gap tarqatib bo'ldimmi? Voy, donalar donasi ne deydi? Xo'p. Bu mard o'yin emas. Endi bu mard o'yin emas bu. Endi bu mard o'yin emas ekan. Xo'p. Kim nomard shunda bilib oldik. Bu yoqda tarqayapti endi bir odamlar shu adolat talab deb o'ylaydi shu narsani. Tarqasa endi ularni qarang. Hozir bitta yangi video chiqdi. Menimcha ular ariza yozyapti shekilli. Bu yerda yana jinoyat bor bitta. Sizlar Bay. Shekilli jinoyat bor shekilli. Tan ragadan shekilli. Hop. Ogohlantirish shu haqida. Hop. Shu yerda o'sha militsiya xodimini otasini videosi tarqagan edi. Ko'pchiligingizga ma'lum. Mashinada o'tirib Tohirjonning otasiman deb chiqqan.
odam haqida gap ketadi. Ozgina videodan lavhang bir parcha qo'yib ketgan ekanlar. Xo'p. Assalomu alaykum. Men shu Bashirov Tohirjonni o'gay otasi bo'laman. Demak, bu video hammamizga, ko'pchiligimizga ma'lum. Xo'p, shu videoga izoh beradilar shu odam haqida. Xo'p. Bir amaki chiqib o'sha tadbirda ishtirok etgan bir Tohir degan bolani meni o'gay o'g'lim deb rosa og'ziga kelgancha narsani gapirgan ekan-ku, men u videoni ko'rmadim. Ko'rganlar bo'lsa, o'sha videoni yaxshilab qarasanglar, kayf ekan bu amaki. Rizq kayf. Endi u G'irt kayf ekan u amaki. Videoga yaxshilab qarasanglar, g'irt kayf ekan. Videoga yaxshilab qarasanglar, g'irt kayf ekan. Xo'p. oilasi yig'ilgan, xullas butun boshli oila mana shunaqangi fahsh, fisq fasodning ichida parokanda bo'lyapti-da, boshqa oila bo'lmasa. Bu nahs degan narsa bor-da, mana shunaqangi narsalarni nahsi uradi. Bizni ham ko'p odam nima keragi bor? Men tushunmay qoldim shu joyini qayta boya ham eshitdim. Butun boshli oilani parokanda bo'lishiga sabab bo'lyapti. Qaysi oila? Tohirni o'sha zo'ravonlik qildi deb qamalgan odam haqida, ya'ni shu Tohirni oilasi parokanda bo'layotgani, butun bir boshli oilani deb bir g'amxo'rlik qilyapsizmi? Tushunmadim. Nima qilyapsiz? Bu yerda men qanaqa 3-4 marta eshitdim, tushunmadim shuni. Odamlar shunga aralashib deb yurishibdi-da. Men endi o'zimni o'ylaganimda edi, ha derdik. Lekin ertaga shuncha jamoat og'zimizga qarab turibdi. Xalq ichida, xalq tarafda ekanligimizga shubhasi yo'q xalqni. Xalqni shubhasi yo'q, xalq tarafda ekanligimga xalqning shubhasi yo'q. Xalqning shubhasi yo'q. Xalq tarafda ekanligimga. Jamoatchilik ishlarida bir faol bo'layotgan Rasul Kusherbayev, Sirojiddin Media, Otabek Jo'rayev, yana kim? Jahongir To'laganov va hokazo bir qancha yana kim? Hamid Sodiq, politolog va bir qancha siz o'zingiz muxolif yasab olgan ulardan shaxslar jamoatchilikda doim bor. Lekin siz qachon qarasa mashinada, qachon qarasa bir narsalar degan, to'g'ri 20-20 nimadir ehsoningiz bor edi. Endi ehsonni hamma ham qila olishi mumkin. Uning uchun katta bilim bo'lish shart emas. Lekin katta odamga duh beradigan joylarda, duhi bor odamlar kira oladigan joylarda, ular duhi bor odamlar gapira oladigan narsalarni gapirib, muhokama qilib, tahlil qilib o'tiribdi. Masalani yechimi haqida bosh qotirayotgan odamlarni bilan go'yoki endi bu yerda siz janobimiz oxirgi so'zni baribir gapirasiz, foydasi yo'q. Xo'p. Mana bular shubha uyg'otyapti-da, bu xalqqa qarshi bu deb. Mana ular shubha uyg'otyapti. Xalq bilib bo'ldi. Bu xalqqa qilinayotgan gap emas, bu harakatlar. Mana shu sizga bo'layotgan gaplar именно o'zingizga gapirilyapti. Xalqqa shubha uyg'otish uchun emas. Sizga gapirib turib, xalq san eshit demoqchi emas. Именно sizga, mana shunaqa deding, gaping mohiyati shunaqa deganda siz tan olmayapsiz. To'g'ri. Bu ham tahlil albatta. Propaganda qilishyapti. Propaganda. Va o'shalar ana shu odamni olib chiqib videosini qo'yyapti. Masalan, Otabek Jo'rayev videosini qo'yyapti. Mana buni deydi, otasi shunaqa deb chiqdi. Seni oilang haqida gapirgan odamlarga xafa bo'lyapsanmi sen? Xo'p, hozir videoni boshida Otabek, Rasul Kusherbayev, Sirojiddin Media bir qancha odamlarni hayotiga bog'liq masalalarni siz ham gapirdingiz-ku, mana bizga ma'lum emas edi. Mana gapirib qo'yib qo'yibsiz-ku. Va bir payt xayolimga har xil narsa keladi-da, ya'ni o'zlari bilan o'zlari gaplashib o'tiribdilarmi?
deb o'ylab qolaman deydi. Bu ham tahlil, xo'p. Masalan, men tarqalishga tarafdor emasman, to'xtatdim. Men o'zim ham aytdim bir ikkita gruppalarda. Voy, masalan, men tarafdor emasman, tarqatilish tarafdor emasman. Mana tarqatib o'tiribsiz-ku, mana 3 ta 4 ta odamni shaxsiy hayotidan bir narsalarni olib chiqib tarqatib o'tiribsiz-ku, mana. Janobim, siz qarshisiz, ammo lekin siz qarshi, xo'p. Nimaga sen u otaxonni gapirgan gapini olib chiqib bir xodini eski tarixini bulg'ashga harakat qilyapsan? Endi u qanaqa qilingan ekan? Otaxon chiqib uzr so'rabdi. Menga video tashlab yuborishdi. Bulg'ashga harakat qilingani yo'q. Vaziyatga oydinlik kiritish uchun, shubhali hodisalar, jarayonlar bo'layotgani uchun bu narsalar kerak edi. U odam ichib olgan edim, mast edim, boshqa edim degani bilan u o'sha paytda mast emas, qalbi og'rigan bir inson sifatida videosida ko'ringan edi. Bir ichdan bir dildan bir narsalarni gapirgan odam edi. Ichganda ham qotib qolib, o'ta bir o'zini yo'qotib bilmay qoladigan darajadagi mast emas edi. Undan keyingi chiqqan videolari va undan keyingi yana Otabek Jo'rayev bilan bo'lgan telefon muloqotdagi qo'ylaring qanaqa to'polon bo'lganini bilmadilaring, meni aralashtirmalaring, meni o'yindan chiqarib yuborlaring degan gaplari ikki xil gap, hammasi aqlan, idrokan bo'lib turgani ma'lum edi. Mavlono pirim, hop. Endi qo'ymadim, boshqa joydan ham jo'natishgan shekilli qo'yishdi. Aytyapti, kecha kayf edim o'sha kuni. Shu Gulirano keldi. Menga rahmim kelib, o'sha g'irt kayfligimda nimalardir gapiribman deydi, gapirsam videoga olyapti deydi, menga bildirmay qo'yib yuboribdi. Bu endi degani dalil sizga. Dalil sizga. Siz shariat bo'yicha gapiradigan odamsiz-ku, siz shariat bo'yicha. Dalil bo'lishga arziydimi, yaraydimi, yaramaydimi shu gap? Bugun unaqa, bugun boshqacha, ertaga boshqacha deb turgan odam gapi dalillikka yaraydimi? Guvohligi o'tadimi? Muborak zotim, hop. Videoga YouTube'ga deydi. Bularni qilayotgan ishini ko'ryapsizlarmi? Bay. 02 ga telefon qilgan bola chiqibdi. 02 ga telefon qilgan bola unga bosim bo'lyapti ekan. Mashinasiga yozib ketishibdi. Ko'zingni qisib yur, o'lging kelmayotgan bo'lsa deb. Avvalo 02 ga telefon qilgan bola manman deb chiqqan odam haqiqatda 02 ga telefon qilmaganligi haqida hali hech qayerda bir yakuniy xulosa, bir yoki bayonnoma ko'rilgani yo'q. U bola chiqdi internetda, o'sha telefon qilgan 02 ga o'sha bola manman dedi. Endi o'sha bolaning ham gapi siz uchun gapmi? Qachonki gap bo'ladi? Qachonki sizni foydangizga ishlasa gap bo'ladi degan tahlil qilishimiz mumkin. Xo'p. Nega telefon qilgan bola? Xullas, bu ish balchiq botqoqqa botib yotibdi-da, lekin balchiqqa bu ish botayotgan bo'lsa, nima qilyapsiz u ishga? Bo'lmasam, janobim bir o'zingizni munosabatingizni boshqangizni bildirib, halitdan xulosalar chiqarib, so'nggi so'zni go'yoki siz gapirasiz, xo'p? Biz o'ylagan maqsad amalga oshdimi? Oshdi. Biz o'ylagan maqsad amalga oshdimi? Biz o'ylagan maqsad amalga oshdimi? Biz o'ylagan maqsad amalga oshdimi? Kimga nimani bildiryapti bu gap? Biz o'ylagan, taxmin qilgan narsa to'g'ri bo'lib chiqyaptimi degan so'zni emasdi. Biz o'ylagan maqsad amalga oshdimi? Biz o'ylagan maqsad amalga oshdimi? Hop. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Voy, 8-tomoni ham bor, hop. Degan gapimiz odamlarning ko'zini ochdimi? Ochdimi? Ochdi. Yetadi. Yetadi, voh. Yetadi, bo'ldi, tamom, bo'ldi. Shu. Bo'ldi, mana shu bizning maqsadimiz shu. Uy. Qabul qilish qilmaslik, odamlar o'zi Bizning maqsadimiz shu. Bizning maqsadimiz shu. Qabul qilish qilmaslik odamlarning o'zining ishi. javobgar bo'ladi. O'zi javobgar bo'ladi. Buni aytish kerak, odamlarni ozoriga sabr qilish kerak. Dunyoda rohat yo'qligiga iymon keltirib olish kerak. Dunyoda rohat yo'qligiga iymon keltirib olish kerak.
dunyoda rohat yo'qligiga iymon keltirish kerak. Bu katta manipulyatsiya. Xullas, senga rohat bo'lmayaptimi bu ish? Demak, sen haqdasan. Bo'ldi, sen haqmisan, nohaqmisan, senga ozor kelaveradi, demak sen haqsan. Nima qilsang ham senga ozor kelyaptimi? Rohat bo'lmayaptimi? Demak sen haqsan. Voy tavba, qanaqa bu pozitsiya bu? Haqiqiy rohat jannatda. Biz dunyoda xizmat qilishimiz kerak. Biz dunyoda xizmat qilishimiz kerak, haqiqiy rohat jannatda. Bay. Bir mashinaga o'tirib olib gapirgan gapingiz esimga tushib qoldi. Mashinaga o'tirib olib, mashinaga o'tirganda odam iftixorni his qiladi. Xo'p, mayli. Shuni bilib olishimiz kerak. Ma'qulmi? Sizga ma'qul bo'la qolsin, sizni tolibiy ilm qo'shtirnoq ichidagi tolibiy ilm va bir qancha muridlaringizga ma'qul bo'la qolsin. Bizga ma'qul, noma'qulligini o'zimiz hal qilishimiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'lasizlar, mana tinchlik, omonlik tilayman hammanglarga. Tahlilimizni shu yerda yakunlaymiz. Mulohaza, fikrlar bo'lsa, marhamat, kommentariy ochiq. Hammanglarga tashakkur va bizni doimiy kuzatib kelayotgan yurtdoshlar, qadrdonlar, sizlarga alohida rahmat. Yangi obuna bo'lganlar, kuzatishda davom etinglar. Hali sarguzashtlar oldindaga o'xshaydi. Biz hech kimni kamsitmoqchi yoki uning obro'siga tajovuz qilib, uni obro'sini to'kishga urinmadik. Faqatgina mavjud vaziyatda tabiiy reaksiyamizni va tahlilimizni ifoda qildik. Omon bo'linglar, ko'rishguncha xayr.